Bir oylik quyonlar, bir oydan oshgan. 1,5 qashti 2 oy ham bo'lib qoldi. Kalif bilan anaqani. Onasi kalif bilan yilikan aralash gibrid. Sog'lom yeb ichishlari. Yo 3-chi tug'ishi bo'lsa kerak, menimcha 3-chi tug'ishi. Bolalarini kelishtirib beraveraman. Onasini ham agar olaman desanglar. Onasi martda 1 yosh bo'lsa, 1,5 yosh bo'lmadi hali onasi. Oldingi yil martda tug'ilgan edi, ro'za paytida. Xuddi shunaqa yonida mana sherigi kengisi. Xuddi o'sha birga ketma-ket tuqqan. Mana shu betidan beraman men. Keyingi sherigi. Har xil rangli quyonlar. Oq ham bor, qora ham bor. Onasi mana u ham xuddi shu 3-chi tug'ishi. Buni ham bolalari yaxshi qaraydi, sog'lom. Ovali. Nechta ekan? 10 tami? 10 ta. Bolasi bor, bolalari bilan. Buni ham onasini ham kelishtirib agar olaman desanglar. Bolalari 50 mingdan bo'lsa beraveraman bolalarini. Hali 2 oylik, 3 oyliklarda bilinadi. Bu 2 oydan oshganda bilinadi anaqasi. O'g'il bola, qiz bolaligi. Mana shu bilan xuddi shu beda ko'rim yeb katta bo'lgan. Olaman desanglar beraveraman. Onasi 350, bolalari 50 mingdan. 300 mingga ham beraveraman onasini agar.